To'g'rimi o'zi ham vayni kim chizerkanmi? Ha, rafsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Navoiy viloyati Paxtachi tumaniga kelib mana ishni boshlagandik. Mana bugun nasib bo'lsa tugatdik. Mana Eron ishlari. Mana Xitoy kafeli. Krishkalarga granit ukrainskiy. Mana darvozamizda atrof fasonlari. Bu devorlar bari shkaturka edi. Shkaturkani qo'parib, hammasini sim, mex betonlarga dubl qilib mana terdik. Kimda kim mana shunaqa g'isht kafel plitkalardan foydalanmoqchi bo'lsa agar marhamat, pastiga nomer telefon qoldiramiz albatta. İşimiz yoqqan bo'lsa agar bir dona podpiska, like'lar esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Oldindan hammalaringga. Xo'sh. Mana uyni egalari bizlarning qilgan mehnatlarimizdan agar rozi bo'lsalar, agar yoqqan bo'lsa, agar o'zlarining fikrlarini aytmoqchi. Rozimiz usta bolalarga gap yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat. Yanada variantlar bor. Uyni egasi hech qanaqa narsa, bironta dona mex ham olib bermaydi. Hammasi mex, sement, hammasi g'ishtlar, hammasi o'zimizdan kelishgan holda kelishib qilib beraveramiz. 1100 xil fasonimiz bor. Katalogga qarab, qaysi biri yoqsa, o'sha yoqtirgan fasoningizda aytasiz, xuddi o'sha aytganingizday qilib, ko'ngildagidek qilib, chiroyli terib berib, rozi qilib pullaringizni olamiz. Aziz yurtdoshlar, mana bugun ishimizni tugatib, bizlar ham Samarqandga qaytyapmiz. Marhamat. Allah hammalaringizni tan jonlaringizni omon qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Chetda ishlab yurgan aka-uka, opa-singil, yor birodarlar, ishlaringizning rivojini, omadini bersin. Pullaringiz ko'paysin. Mana shunaqa podpiska, like bosganlar qo'li dard ko'rmasin-da. Mana shunaqa g'isht kafel plitkalar nasib qilsin sizlarga ham. Borib terib pullaringizni olib ketaveraylik Samarqandga. Hammalaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Ana sog' salomat bo'linglar. Bo'pti, ko'rishguncha. Yanada ham qilgan ishlarimizni tashlaveramiz. Like, podpiska. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Davlatjon, ay yasha. Madamin, mayna kushgani, man vayasha. Kushet,